Mana bu yer yuzidagi eng sovuq joylardan biri. Bu yerda hatto qaynoq suv ham havoda muzlab qoladi. Harorat -63 darajagacha tushishi mumkin. Tashqarida qoldirilgan har qanday narsa bir necha soniyada muzlab qoladi. Bozorlarda baliq va go'sht tabiiy ravishda muzlab turadi, chunki tashqi harorat oddiy muzlatgichdan ham sovuqroq. Hatto bananni ham bolg'a o'rnida ishlatish mumkin. Mashinalar bir necha daqiqada muzlab qoladi. Shuning uchun odamlar dvigatelni doim ishlatib qo'yishga majbur. Uydan chiqish esa deyarli alohida tayyorgarlik talab qiladi. 10 kilogramdan ortiq kiyim, qavat-qavat issiq kiyimlar faqat tashqariga chiqish uchun. Ochiq qoladigan yagona joy ko'z atrofidir, lekin u ham alohida himoya talab qiladi. Bu joy vegetarianlar uchun emas, chunki yangi sabzavotlar va mevalar kam. Asosiy ovqat esa go'sht. Hatto telefonlar ham bunday sovuqda chida olmaydi. Tashqarida bir necha daqiqada o'chib qoladi. Ammo shunga qaramay, bu shahar yashashda davom etmoqda. Bu yerda qariyb 360 ming aholi yashaydi va ular bu sovuq sharoitga moslashib ketgan. Bu yerda yashash hamma uchun sinov, chunki ehtiyot bo'lmasangiz sovuqda hayotdan ko'z yumish ham mumkin. Bu joyning nomi Yakutsk, Rossiyadagi hudud. Siz shunday joyda yashagan bo'larmidingiz? Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada yuz raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling.